Assalamu alaikum Uyghur TV kanalımızın hürmetli görülmeleri. Hemmeğe ma'lum bolgandek Abdulhamid Uyghur akımız bilen bundan burun bir neçe qatim söhbetde bulunduk. Söhbetimizde barın cihatı doğrusunda söhbet edip aldık. Bu qatimmi yine bu barın cihatı doğrusunda söhbet edip alımız. Aldan qatimki programlarımızda qeyb qalgan deyilmegen köpleyen kitaplarda, materyallarda düşüp qalgan vaqalarni bu programımız arqalıq texmi ochiq yo'ritlamoqchi Abdulhamid akamiz. Bundan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Assalomu alaykum Abdulhamid aka, qanday ahvolingiz? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat, sizlar ikram orqali meni bu xalqimizda yuz ko'rishganligimga ko'p rahmat, Alloh rahmat qilsin. Mening bu jihatda o'tgan suhbatlarda barcha vaqasining ba'zi Xitoy matbuotlarida e'lon qilinmagan yoki boshqa yozuvchilar yozib qoldirmagan ba'zi taraflarni so'zlab o'tmoqchiman. Qandoqda barın jihad to'g'risida aytilmagan sirlardan oldi bilan bir maslahat bergan bo'lsangiz. Bu yerda barın jihad to'g'risida aytilmagan sirlar, chunki barın jihadni mayli Xitoy tarafdan yozsin, Xitoyning muxbirlari yoki bizningki özümüzün xalqımızın içinden çıkan yolcularımız yazsın. O kişiler naq maydanda bombaladığı için bazı şəxslər haqqındakı bazı sırlar iniq işilməgan, yazılmagan tərəflər köpkən. Mən bu vaqəni ulardan başlardan cıq bilməyəndə qılsam mı? Mən şu barın vaqədə bir qatnaşqan qırındaşlardan bildə tutdum. Məsələn, Cemal Muhammed, Ahmet Qarim, Turgun İshaq, Turgun Qo'ji, İbrahim Ahmet, Məhət Həsən, Nur Sadır degandek kişiler bilen. Bular barın vaqasiga, bular işideki faqat Cemal Qarimdan başqası barın vaqasiga bir hasta qatnaşqan hem komandalıq qilgan kişiler bular. Şunda bo'lganligi uchun bularning og'zidan anglagan amaliy vaqalarni kitobga dastan qilib yozdim, ba'zilarini izohladim. Shu vaqalardan sizlarga bir barının şu ruhini örnek kılış ümit qilib so'zlab bermoqchiman. Allah razı olsun. Hoş qandoqda barın jihadining materiallardan, kitaplardan qilib qolgan, tushib qolgan shu vaqalarni sizning og'zingizdan bir anglab boqamasak. Bo'ladi. Bu yerda barın jihadiningki dastlabki boshlanishi masjidning oldida Zeydin Qarim masjid bo'lib, bu masjid Zeydin Qarim uchun xuddi Payg'ambar masjidni bazı qilib bu yerda kishilarga tabliğ qilgan, kishilarni o'qitgan, ham kishilarga vaziyat qilgandek. Zeydin Qarimni boshqa bir ishxona yo idorani uy biyaga chiqmasdan bu o'zininki barin qatnashgan azimatlarni shu masjidlar bilgan. Bir qismini qalti bildi o'qib kelgan bo'lsa-mu, asosan cho'ng yig'ilish, xizmat taqsim qilish, o'rlashtirishni asosan mishda yapgan. Barın vaqasi başlısının bunu paşop qaldı. Paşop qalgandan keyin dastlabda Cemal Qarim deb bu askar qo'mondan bo'lgan, asosan barın vaqasi boshlanish 3 kun burun pag'icharlikda askarlar qo'mondanlik qilgan. Cemal Qarimni dastlabda so'lib bu Xitoylar birinchi qitimga nimani barın vaqasidagi bo'lgan o'zininki düşmanlıkını aşkarladı. Aşkarlagandan keyin Zeydin Qarim bo'lumida biz bunda o'tib ketsek birdan-bir tutilib ketdik ekanmiz. Bu tutilib ketsek bizning xalqqa hech qanday foydamiz bo'lmasdan bizga ergashgan kishilar xuddi 80-yillarda Pazvat bir vaqa o'tgan. Ularningki tayyorligi barın vaqasida natijasi jiq, ham odam soni ko'p, qurol kuchimi jiqdi. Shunda turib Qur'on'da düşman qarşı atanmayı. Hain mollalarınki ular satqınlık qilishlar, ular aldı şölen Qur'onni tashlaganda Zeydin Qarim bu vaqani o'zidan ko'zidan ko'migan bo'lsin, bu vaqadan ibrat olgan. Shu sababdan shu vaqalarni eslab o'tib, biz oshunda bo'lgan maqsadimiz uchun oz bo'lsaqmi, tayyorligimiz bitmagan bo'lsa-mu, cho'qim qarshi harakat qilishimiz kerak deb o'zininki azimatlarga tushundirgan, ham ular shuni qabul qilgan. Buning birinchi nimasi Zeydin Qarimning barın vaqasidagi
Şu askeri komandan Cemal Qam tutib olgandan keyinla uning boshlig'ining kim ekanligini asosan xalq ichida bilib olganda bular. Buni Zeydin Qam ekanligini bilib, Zeydin Qam shu masjidga kelgan. Shu 2090-yili 4-oyning 4-kuni shu nima kelib, shu masjidda Zeydin Qam tabliq o'qiyotib, Zeydin Qamni bir mashinada cep markalı pikapta kelipla Zeydin Qam gap bor deb chaqirgandan keyin bular nima gap bor ekan, gapimiz mishadilar degan. Biz ishxonaga borsak deganda ishxonaga bormaydi deb degandan keyin bularning paylining yomonligini ko'rgan bu xoin saqchilar qo'rqib kelib yanmoqchi bo'lgan. Yanmoqchi bo'lganda bu Zeydin Qamning buyrug'ilarla bu yerdan chiqqan bir necha azmat mashinaning keyinini ko'tarilib, keyin chaqini bu cep pikapning keyinini tatib olib tatmaydigan yeri bo'lganligi uchun keyinini ko'tarib olganda pikap ma'anmagan. Andan keyin pikapning ishkini echiblar, o saqchini tushirib, qo'ldagi qurollarni tatib olgan. Andan keyin kiyimlarini soldirib, ularning bir nechasini hammasini asir olgan shu vaqtimizda. Asirlab qo'yib, andan keyin shu vaqtdan boshlab şu masjid şu jang tayyorligini qildi. Hem odamlarni u yoqqa avatib, shu barınga keldigan yo'llarni to'sash qadam avatdi. Bu vaqa şu turmadagi Turg'un Xo'ja, Mahat Hasan, Nur Sodiqning maddapaga vaqalari. Hem bunun ichidagi yana bir muhim cho'ng bir vaqa. Hamda bizda Sharqiy Turkistonning Qonliq nayisida 86-yili Sharqiy Turkistonning shimoliy va janubiy tunishib bo'lgan Obul Qosim deb bir qahramon o'tgan. O kishini ko'p kishilar tanımagan bo'lsa-mu, uning haqida chiqargan tutish buyrug'ini butun Xitoy davlat jamiyati taqatganda, shu sabab bilan uni butun Sharqiy Turkistonlik ismini anigan ham g'oyiviy hurmatlaydi. Ham bu 86-yildan tortib 92-yillik odatda 7 yil Xitoy shunda izlab topolmagan bir qahramon azimatimiz. Ya'ni o'zimizdan nodon xoin mijoz bir kishilar tomonidan o'ldirilganligini men shu Sharqiy Turkistonning kommunistlardan kelgan bir turkum siyosiy kishilar bordi. Ularningki ayıplash materialini ko'rdim. Ko'rib hayron qilib dedim men bu Obul Qosimni tanımsızlar desem tanıyımız bizningki aramızda desbirimizli tuğan keyin bizningki neme tarafından öldürülüptü deb dedi. Bunu alıp nayet içindim. Enandan keyin buningki vakasının qanday ekanligini şu barını qatnaşkan balalarni bir qora deb berdi. Barını qatnaşkan balalarni deyişçe Obul Qosimning u yerda Obul Qosim ismi bilan bir harakat qilganini ular o'qimaydi ekan. Chunki Zeydin Qam uni asrab ismini o'zgartganmi, boshqa ismiga askar qo'mondonlik ras onunki buni Xitoy materialidan bosdi. Lekin aşağıda şunun qolasi ishlaganlarmi uning Obul Qosim ekanligini uqmagan. Bu Zeydin Qam shu xalqni jihad tablig'ini qilib, talablarni tashviq qilib Aqto'ga berishga tashviq qilgan kunlarda Obul Qosim bilan tanishib, o azad tarbiyalash hojatsiz o'z burunida chiniqqan qahramon kishi bo'lganligi uchun u anglab yerga berib atliq askarga mashg'ul bo'ldi ekan. Mashg'ul bo'lish jarayonida keyin bar jihad qo'zg'alib jihad qatnashga yerimi bor, lekin uning vazifada faqat shu yerda atliq askar qo'mondan bo'ldi deb jangda qanday rol o'ynaganligini hech qanday material u bolalarni bilmaganligi uchun palamidaqan deb bermadi. Andan keyin u yerdan qanday qochib ketganini bizga ma'lum. Lekin u yerdan saq qutulgan, jangga qatnashgan, ham jangdan saq qutulib chiqib, yana barna vaqasdak ashunda bir xalqqa foydali, manfaatli bo'lgan urushlarni, jihadlarni qo'zg'aymiz deb, xalqda billa o'qigan savoqdoshlarining qashig'i berib, Gumunaysiga borgan. Gumunaysiga borgandan keyin Gumunayisida u vaqtida ham 90-yillar barna vaqasi chiqish sababi bilan yoki uning oldiganida Sharqiy Turkistonda asosan Xitoyga qarshi bir kuchlik bir inkas qo'zg'algan vaqt, kuchlik bir xalqning qizg'inligi paydo bo'lgan vaqt. Ham bu zamonlarda bu Obul Qosim o'zining savoqdoshlari bilan so'zlashib, Gumuga qo'yib, Gumuda bir mezgil to'g'andan keyin
Gumudagi qarindoshlar degan bizga bir adam tarbiyalab bersanlar. Chunki bizningki diniy jihat tarbiyalangan bo'lsa-mu, mana bu mashq badanchilik jihat, chiniqtirish jihatda bizniki qarindoshlarimizni sapasi to'van. Bu jihatda tarbiyalasak degandek, unda bo'lsa bu yer tarbiyalash biroz qiyin. İchki o'lkalarga borlar deb shu Xitoyning ichki o'lkaga borib, meni o'rnini o bolalarni esda qolmadi deb bermadi. Lekin tog'liq bir rayon ekan. Shu yerga borib, shu yerda 8 bolani tarbiyalaganligini, uning ichida Abdulhamid ismli birisining borligini, yana birisining ismini o bolalar unutib qolibdi. Bu ikkisi doim buni bilan takallashib, Abdulqosimning gaplariga bo'ysunmay, Allah belki özünü dini cihatte, bilim cihatte yukarıda qarag'ash shundami? Bunun kimde meşgallığı boysunsa mı, başka orlaştıracak boşlanmak etmeydi ekan. Bu terbiye kılıp kenki bu zidetlik aylanıp, hatta bula urush kirdağı yetkendan keyin bir kun meşqdan keyin bu uyning bulunga tiqib qolgan kaltabkadan urib Abdulqosimni o'ldirdi ekan bular. Abdulqosimni nima sababligini bu odam o bolalarni jiq deb bermadi, materialga yozmabdi. Aniq ayıptashqa. Şu astab sabab bo'lgan narsa ularning Abdulqosimning qattiq boshqarishi, ularga bo'lgan talabini yuqorligi. Andan keyin ularning ba'zi narsalarni bizning din bo'yicha ipmamali deb qarab qolganligini bo'lish kerak. Shu u o'chmandagi hatto shu o'ltirilish darajaga borib yetganda bularniki. Amaliyotda u mayli nima jinoyat o'tkazsin, u yerda bir xayrlik va boshqa ish qilmagandan keyin sabr qilib yoki qaytib ketgan bo'lsa, yoki uni tashlab, uni katta bayda etgan bo'lsa, u qahramon kishi yana boshqa xizmat qilish mumkin bo'ladi. Chunki 8 yil qechib, 7 yil qechib turgan bir azmat, Xitoyga qarshi urushdan voz kechmagan bir azmat, yana u yerdan kesim xizmat qiladi. Bu nodon insonlar buning bexudligidan foydalanib, shu mashq qalti bilan gadan o'sha aqamaga uriblar, shahid qilib o'tgan. Shahid qilgandan keyinmi Abulqosim ashaga ilib borgan bir öz yaxshi ko'rgan bir ayol bor ekan. O ayolning bir bolasi bor ekan-da. Ayol eg'ir yo'q, bolasi yo'q. Shu nimani Abulqosimni o'ldirib bo'lgandan keyin o ayolni urib o'ldirib o'tib, orqasini bularni tag'aga solab, benzin chechib, shu o't qo'yib qo'ygan. Tog'liq rayonda bo'lganligi uchun Xitoy uni shu vaqtda o'qimaydi ekan. Ular shu paytda tashlablar yenib keldi ekan. Yenib kelgandan keyin bular 90-yili Gumuda Mahmud Massadir, Muhammad Sadir degan bir turkum qarindoshlarimiz boshqalarga yetakchilik olib, Qo'g'liq noyisida portlagan bombani, undan keyin Qashqarda portlagan bombani degandek bir necha bombani yasaydi ekan. Chunki bular Qrimni cho'g'andan keyin bomba texnikasilar foydalanib yasab, buni Xitoy shahid qilayotgan olim oldida bir qahramon o'tgan bizning Xitoy futbolchilar butun Turkiston xalqi o'qidi uni, asosan sal cho'nglari. Şunun yasaplagan. Bu jarayonda bu bombaning portlash voqeasi yuz bergandan keyin buningga munosib odamlarni tutgan vaqtida anandagi bu Gumudagi kishilarning bomba yasaplaganlik voqeasi pashib qilib, bu odamlarni jaqadan tutgan ekan, buning ichida Abulqosim botdi, bizim bu Abulqosim mishada bizlar bilan tug'an deb maydonga chiqqandan keyin bu voqealarni shular so'zlab berdi, ham materialni qisqacha ko'rdim. Buni boshqa materiallarga yozmabdi, qarasam, Xitoy faqat shu yerda Abulqosim askarga mashg'ul bo'lgan deb yozibdi. Lekin Abulqosimning bundan boshqa nurg'un qahramonligimiz bor. Endi yana bir Abulqosimning ham bu Abulqosim so'zlab o'tdik, buni bu bir dastlabda chiqqan bir qahramon. Buning tutilishidan burun nurg'un qahramonlik ishlarini kishilar sözlep ötken gayalar bunu bir gayvileştirip bu degan ko'z ko'rmaydigan yoki uchi degan gapni taqatdi. Amaliyot u yolg'on bo'lsa-mu, lekin u haqiqatda qahramon botir yigit. Buni bir necha qitim Xitoy qo'rishib olgan vaqtida gayalarni qo'qitib qochib ketgan bo'lsa, gayalarga odatda chammadni etiblar shunda ayvi qilib qochib ketgan. Qo'lda qurol bor Xitoy uni tutolmagan. Qochib ketgan. Bir voqealikni so'zlab berdi. Shu Muhammad Sadir so'zlab bu voqeani Abulqosimning o'zini deb birishicha, bir kun Qo'g'liqning Bashiriqda bir yer ketib qolsa, uni o'zi Bashiriq bo'lgandan keyin Bashiriqlik buni taniydigan ba'zi xoin insonlar Xitoyga ma'lum qilib qo'ygan, Xitoy soqchilariga. Bu yerdan uzun ma'maylar aslida Abulqosimni izlayotgan bu askarlar
Obul Qasım bayan bilan qurshab bo'lgan. Qurshab bo'lgandan keyin Obul Qasım bu yerni qechib ketish ko'zlab qo'naqlikqa qochganda. Qo'naqlikqa qochgandan keyin qonaqlik atrofini bütün askar qurshab, andan dehqonlar kelib qonaqlik o'rg'il solgan. Bu jarayonda Obul Qasım bu yerda qonaq xil odamni cho'kaydik yuzi o'sgan vaqt, bu yerda boshqa hech amali yo'q. Qarshi Xitoylar askarlar yaqinlab kelayotgan, yerni yo'g'on bir shu chamani epla Xitoy tarafga bir atgandan keyin o chama pashlanib qonaqlik yuqori ovoz chiqargan degan Xitoy bomba qo'yishadi deb ham yetib olgan shu yerda qochib ketgan. Bu voqealarni depaganda bu boshqa klip haqiqatan bu Xitoyning qo'rqinchligini tasavvur qilg'isiz darajada namoyishchilarga bilgan. Demak, bu bir pishqan, nurg'un tajribaga ega bir azimat edi. Buni xalqimizning ishidan chiqqan edi, nadan, xoin mijoz, ishning oldi kelini o'ylamaydigan maxluqlar o'ltirib o'tib bizga ig'ir ziyon soldi. Buningki sot voqeasini Qashqarda 93-yili Qashqar boshqarmaniki qamoqxonasidan chiqib sotlagan vaqtida Abdumit degan ko'miliq sen o'zingni oqlaydigan qanday bir yaxshi nimang bor deb degan vaqtida u deydi ekanki men yana bir sheriklar bilan debdi biz nurg'un hukumat qarshilab nurg'un jinoyatlar o'tkazgan bo'lsak-mu, lekin hukumat tutish burg'i chiqarib tutolmagan, xalqni o'ldirib qochib ketgan Obul Qasımda bir qotilni biz urib o'ldirib o'tib bu kompartiyaga cho'ng tuhfa qo'shdik deb o'zini aqlagan. Bu yerga kelgan, sotga kelgan nurg'un qarindoshlarimiz buni anglab gayalar oshkor degan la'nat deb gayalari o'sha odamda hozirda qattiq qo'malish gap qila oladi. Gayalari ishlarni o'qigan, hatto shu sotqa kelgan Obidjon Obul Qasım ismli bir qarindoshimiz o'tganmi guvohlik qildim. Turmush shaytib ketdi. Shuning dadasi o'g'lini ko'rish qilib borganda o'g'liga degan. Balam Abdulhamid ismli gumliq birisi bor ekan, shuningla aralashma balam bu Obul Qasım degan bizning bir qahramonimizni o'ldiribdi, bu xoin ekan dedi deb. Demak, xalqimiz aşı darajada o'zining qahramonlarini ulug'laydigan, xoinlarni yirgindigan darajada bir an'anaga ega bo'lgan millat bizcha. Shu bularni materiallarga yozilmaganligi uchun men yozib kitob qistirib qo'ydim. Efendim başta o'tganimizdek 86-yildan keyin Obul Qasım efendimni Xitoy kommunistleri tutuş buyrug'i chiqaribdi. Uning bilan jiq insonlar tunagan dedingiz. Tutuş buyrug'ining sababi nima edi? Uni aytgan bo'lsangiz. Tutuş buyrug'ining sababi Obul Qasım tunji qitim qog'liqda bir tashkilot qurib ekan Xitoyga qarshi. Lekin bu tashkilotning tafsilotini Xitoy oshkor e'lon qilmadi. Ham bu tashkilotga şu vaqtning o'zida 50 ming yuan Xitoy puli to'plagan bo'la. Bu pulni shu bir bankchi tashkilot a'zosiga omonat bergan. Bu bankchi tashkilot a'zosi keyin Obul Qasımninki bu dastlab shuni bilib qatnashgan. Ham keyin hukumatning bisimidan qo'rqqanmi yoki boshqa sabablardan qo'rqqanmi, keyin pulni yevagandan sirt pulni so'ylab kelsa, bu pul yo'q. Agar bakroq so'ylasa hukumatlarni ko'rishimizda tahdid solganda bunga. Sağandaki Obul Qasım bu xayli qilgan bu deb, unda bizga akşam tuyuqsiz degan odam shu tashkilotning ichidagi odam edi. Ya, ichidagi odam. Chunki bir kuni akşam kelib tuyuqsiz uni ham uning ayolini o'ldirib o'tgan Obul Qasım. Shu sabab bilan Xitoy tushmoqchi chiqargan. Sababi shu. Kitabingizda Xitoy kommunistlarining Obul Qasım efendimning intayin qo'rqqanligidan nurg'un ogohlantirishda bo'lgan deb yozibsiz. Uningdan burunmi Xitoy kommunistlarining qo'rqib ketgidek bir voqea yuz berganmi yoki shu voqeani hamda odatdagi inson unda qarimliq bilan bir oqshomda shu voqeani masalan shu Sham bilan Xitoyga bo'lgan voqea ekan bu. Shu xoinni o'ldirib o'tgan vaqti. O shuncha tiz bitirib qilgan hech kim o'qimaganda. Hatto uning shu o'lguchining dadasi ishq oldida turib, uyda palasini o'lgini o'qimagan. Oyda o xoinni uni o'ldirib o'tgan, uning ayolini o'ldirib o'tgan, bilib qoldi, ko'rib qoldi deb qochib ketgan. Hatto chiqib qo'l qanib qolgan, qonni ashadi jo'g'il tug'anda dadasiga nima bo'lgan degandikin, men qilib jo'da men tartilay deb degan, o'ng'ash dadasi o'y kirgakka qochib ketgan. Shu voqeadan keyin Xitoy uningki harakat qilishini naqadar chapdas ekanligini bilib, ularga bu xatarlik ekan, bu qo'shlarimiz ziyon solgan deb unda nima chiqargan. Undan keyingi qahramonliklar unda
Xitoy saqchilarının oldidan qochib ketgan yerlari uzun yil tutanmaganligi onu Xitoyning ashunda agamni chiqarishiga sabab bo'lgan. Undaqda Zeydin Qarımның vafotidan keyingi voqealardan Hem bir yerden bir narsa eskartib o'tish kerak ki, Zeydin Qarımның adamni nima uchun Zeydin Qarım deb tanilishligiga sabab bo'lgan bir voqea bor. Bu birisi Zeydin Qarım o'qib yurgan mezgillarda jihad tashviqi vaqtida Zeydin barında bir qurg'oqchilik voqeasi bo'lgan. Bu voqeada bir kun juma kunida Zeydin Qarım jamoat oldida bir duo qildi. Jamoatni yomg'irlab duo qilib, shariatda bir amal bo'chamdi. Zeydin Qarım taqvo bir ulamo bo'lganligi uchun Allohning rahmati bilan shu duoni qilib chiqishig'lam yomg'ir ketgan bu nimada? Yomg'ir yoqqan ham silkib ketgan. O taqiqi yog'gandan keyin xalq o amaliy ko'zidan ko'rgan degan duo qilishni burun qurg'oqchilik, su yo'q. Bu duo qilish chiqqanidan su kelib yomg'ir yo'q ketgan degan xalq Zeydin Qarım haqiqatan Alloh yaxshi ko'rgan bir ulamo ekan bu deb keyin jihad tashviq qilgan vaqtida qisqagina vaqt ichida 4 nechadan Zeydin Qarım ergashgan. Bu ham Zeydin Qarımning bir ashlar deb bergan bir voqealigi. Yana birisi Zeydin Qarım vafot bo'lgan kunning oldingi kunisi, ya'ni 90-yil 4-yilning 5-kuni kechda men juma kuni ekan, men dunyodan yanaman, dunyodan ko'z yumman. Agar vafot bo'lib kelib qolsam, meni onamga Abdulaziz nima? Abdug'ani meni onam qo'mondan bo'lsin deb degan. Shu yerda Zeydin Qarımningki sabdoshlari va bular demislar siz bizlar uchun qimmatli degan vaqtda bu hamda Alloh taolo hammaga ajr ato qildi. Hemen ki dunyodan ketib qolsam, shunday qilinglar, aytislarni aylab ketaman deb xabar bergan. Degandek aytisi soat 3 da yana 90-yili 4-yilning 6-kuni soat 3 da bir şu Xitoyga bomba atishga, So'minaga chiqib olgan Xitoyga qarshi bomba otib deb manga vaqtida Tomdan keyin bu voqea askar Xitoy etib shahid qilyapti. Bu voqeani ko'rapman, taxim qarindoshlarniki bu anaqa Zeydin Qarım bo'lgan hurmati taxim oshgan. Endi bu inson g'aybni o'qimaydi, lekin bu yerda Sayil Buxoriy bir hadis bor. Tush payg'ambarlikning 46 parchasining bir parchasi deb. Demak, Alloh taolo Zeydin Qarımni tushirdi bildigan bo'lsa kerak. Shu oldin o'zining vafotidan bir xabar bergan. Enandan keyingi yana bu bar mujohidlarning ham biz o'lga oldigan ishlari Abdug'ani qahramon nimaninki Mo'g'ul qo'mondan keyin bosh qo'mondan bo'ldi. Bu jihad usulini o'zgartib, nimaga farzandlik qilishni o'zgartdi. O'zgartgandan keyingi ahvollar, masalan, qopqon deb bir narsani yozdi buningda. Ha, bu qopqon voqeasi bar mujohidlar nimadan barın bozordan chekindi, chunki u bozor bo'lganligi uchun bozorda jang qilish u yerlik xalq hammasi musulmon bo'lgandan ig'iz jonni xalq keldi. Buni oqibatini o'ylagan mujohidlar taqqa chekinib, taqdi Xitoy ushaga so'rab kelib shu yerda urushmoqchi bo'ldi. Bu yerga kirgandan keyin Xitoy kuchlik qurollari xil bizning mujohidlarimizning endi tayyorlik tutmay ish boshlagandan keyin ham qurolmi oz, odam soni oz, texnikasi tuvan bir sharoitda Allohning yordami bilan bular ishkilab ketgandan keyin bularga yaqin yerga Xitoy taxim ishkilab kirolmay ikki taqqa bo'linib ishga o'rlashgan Xitoy kelgan askarlari, saqchilar qo'shib. Bu barli mujohidlar tug'ayadin bu taqaliq yiroq emas. Lekin ularni ayar badab ko'rmaydi bular tarqab yurgandan keyin. Bu yerga o'rlashganligini ko'rgan mujohidlar ishidan birisi deyotganki, buning ismini kim ekanligini o menga deb berguchi bilmaydi ekan. Ishidan birisi deyotgan biz bularga bir hile ishlatlaydigan, qanday hile ishlatamiz degandan keyin bu Xitoyningki jallatlar ikki taqqa o'rlashdi. Tavlarlik yaqin bir-biriga. Biz bunga bir hile ishlatib ikki taqqa tam o'qitib maqsaq bir-birini atadi bular degandan keyin bu bo'ldigan plan ekan deb kechida bir necha mujohid shu tog'ning A5dan kirib, Ma5dan ikki taqqa tam o'qitib o'tib ketadi ekan. Kecha o'g'andan keyin Xitoy buni kimning atqanligini bilmay o'sada kecha yetishib nurg'un askar o'lgan edi. Ham barni vaqasi asli amaliy jangda o'lgan Xitoy jiq emas. Lekin Mao kechida qopqon degan vaqada shuni o'lgan Xitoyning sonini ham da jiqqanlar shunday maydonda ko'rgan askarning dapirishicha soni ini o'qimasam necha boshini to'shganligini, boshini qoniq turganligini
şu Uyghur asker turmunu bakka vaxtida şu barlıq mücahid qırdaşımız depegan. Hakikaten sağan ziyan şunda eğir oldu. Belki o can meydanında cık adam ölmegen bosu mu? Tağışı kirgende askerler birbirini etip öteki adamın sanı cık derdi. Bu dönemde tahminen 40-50'den cık adam bosu kirek hem de asker. Hoş. Bu vaka. Ondan keyin ahirde bir kahramanımız boğa yani Muhammed Tursun deb. Bu Muhammed Tursun şu Aqto'nayısının şəhər içindən o çıxıb yezindən emas, barın yezindən emas, şəhər içindən öz xizmətçi ailəsi doğulğan bala. Əskər bolğan Xitayğa. Bunu Jamal Qarım əkləyən təşkilatqa. Bu qısqa şu qatnaşqa vaxtım 3 ay. 3 ay içində İslamni atanız Müslüman bolsa lekin o İslamni qayda ham oxumaydı ya o. Şu 3 ay içində dinni özgüçlü ögünüb, dinnin hikmetini düşünüb İslam için can qılıp öz şəhid olğanlığını, hem xalqın qutquzuşu şəhid olğanlığını bilib bu jangga qatnaşqan. Hem qatnaşqandan keyin bu parzalıq uruşumu tügəp, o bazarçılık uruş tügəp, keyin parzalıq uruş tügəp bu yalğız bir taqqa çıxıb alğanda. Çıxıb alğanda bunun bir savaqdaşı var ekan, Adil deb. Adil şu Nail komitesi işler ekan, bu Nail'de şu Abul Qasımın tutulmağını Muhammed Tursun tutulmağanlığını, ona bir taqqa çıxıb alğanlığını saqçılar degəndiki o meningki savaqdaşı, men onu sizlərə təslim qıldırma deb bardı ekan taqqa. Birib qolga bir kanaylı tolaydı ekan. Abul Qasım məsələn savaqdaş əgər hökumət təslim olsa, hökumət sənin qançılıq bilan muamele qıldı. Əgər yana şunda tirkəsən, hökumətin gücünü sən birisi deb təhdid salğan ekan. O qayda gəp qılmayla, o sən lənti, sən xain ekan deb qolu quralını elitla. O mərgən bolğanda bir oqlarla mənsiz çoğuldu ekan onun. Şonla o Xitay əsgərlər bunu görüb həmin qaç getdi. Qaçıb ketib, enandan keyin bir xain Qırğızını yallab bir maşına Aqundan Şamandaydı şu vaxtlarda. Aqunğa deyişdi ekan deb keyingi vaqalar aşkarlan şu aşkarlan demdi. Şu Qırğız ovçunu şıqsıdıb bu Abul Qasım çıxıb alğan tağının qaptalınınki keydidin tikni bir yerine yamışıp çıxıb tepini etib etken. Muhammed Tursun'da. Bu hakikaten adamına bek bir için durdu. Çünkü meyli Kırgız olsun, meyli Kazak olsun, Özbek olsun, hemimiz bir Müslüman, biz bir Türk, hem kırıktaş. Lekin bu yerde Xitay'dan hinemeklerine aldanğan, hem özündeki milli kimlikini tanımayan bu insanlar özara birbirini setip, ziyanın ahırda hemimiz ortak sağlam oldu. O Muhammed Tursun'un eğer aşı Kırgız etmegen bolsa, yana bir neçə günçə ya turuşu oq doğrusu toluq yeydiğən nəsin barkən qoyadı ço. O əskər olğandan keyin həmmə puxtayırlıq qıptı ekan. Lekin anda kendini bir xainin kep qilishini faqat uqmagan. Şoňa hele hem bolsa biz muşunda şaraitlarda ətrafımız odan diqqət qilishimiz nəyət zörür. Çünki bizning aramızga Xitay bevas kirəməydi. Lekin Xitayga işləydigan məxluqlarning jiqliqini bizim işimizni davamlaştırıp muş xarlıq qilib qaldıq hazırcha. Bizden bu xarlıq qilishimizda 90% özümüz işimizde xayın jiqliqim oldu. Yani bundan keyin bu eğer her qanday bir vatan milletinin g'amini yeydigan qarindoshlarimiz hamma odamdan gumonlanishga bo'lmaydi, lekin sap gumonini saqlashim bo'lmaydi. Beparvo qaraydi ekanmiz, hech qanday ishni joyida qila olmaymiz. Men suhbatning oxirida ikki she'r deklamatsiya qilib beray. Buning birisi qo'zg'alg'in. Qo'zg'alg'in ey mening mazlum Uyg'urim, qarindosh to'qinim hamda ko'z nurim. Ta'lim, taqdirim sen bilan birdir, sen mening izzetim, faxrim, g'ururim. Men sendan ayrılıp yaşayalmayman. Ger yaşap qalsammo yayrayalmayman. Seningdan alganken Rabbim leyimni, hergizmo seningdan ayrılalmayman. Sen üçün köp jabru japalar tarttım. Seni de köp yıllar zindanda yattım. Tiriştim, tırmaştım, tapalmay çare. Ahire yardımga seni uygattım. Aldanma Allay deb uxlatqanlarga, insani g'ururni yo'qotganlarga, yov bilan jang qilmay o'limdan qo'rqib, senimi dushmandan qo'rqatganlarga. Zalimga qarshi jang qo'zg'ash farzdir. Jang qilib dushmanni qo'g'lash farzdir. Musulmon tuprog'i Sharqiy Turkiston, biz uni jon tikib qo'g'dash farzdir. Ölüdü dünyada şah bolğanlarmı? Cəngahda qəhrəman atalğanlarmı?
Yav bilen can kılmay ölümden korkup, düşmenge kul bolup harlanganlar mı? Batırlık ömrünü kıskartalmaydı. Korkaklık hayatını uzartalmaydı. Ölümden korkuşup cenge çıkmaslık pütülgen ecelini toxtutalmaydı. Benim ikinci şiirim Uygur'a hitap. Ey Uygur, tur emdi kaddığını rusla. Aldanma elleydep uxlatqanlarga. Azatlık yolunda küreşke atlan, göl bolma düşmenden korkatqanlarga. Poştep koy aldığını tosvalğanlarga, imanını, gururunu yoqatqanlarga, uxlatıp qınыңны şormak üçün päpilep yolundan toxtatqanlarga. Sen bugün körmegen ne zulüm kaldı. Yer yurtun mülkünü yavbulap aldı. Gıblette uxladın şunca köp yıllar, yavqastı ahırı canğa takaldı. Birleri Allah dep seni uxlattı. Birleri telmürtüp yolga qarattı. Birleri sehrlep kırdırmak üçün şu qanxor Xitayga fırsat yarattı. Birleri yolunga taştangal attı. Birleri pul üçün düşmenge sattı. Birleri hicretlep çet elge çıllap, yat düşman kolida kırdı yoqattı. Satqıllar ulunu kolaplı keldi. Zalimlar qınını şoraplı keldi. Pesqanxor yalmavuz jallat Xitaylar kırdı mal mülkünü bulapla keldi. Hele hem birleri yolda yatmakta. Nişandın azurup kaymak durmakta. Birleri namını bazarga silip pul toplap şu toymaz geline bakmakta. Emezsen ularının matası mili. Toymaydı seni yap ularının geli. Tur emdi zulümga karşı can kılgın. Sen emez korkunçak mişcanның xili. Oyganğın Uygurum gıplat uyqundun. Atlanğın köreşke destur ornыңdın. Mamığın şeytanның keynige kirip yetilep mansıla tutup burnungdun. Yoqaysan dünyadan yana uxlasan, düşmandın haindin agah bolmasan, yav bilen can kılıp ecdadlar kabi pes qanxor Xitaydan qısas almasan. Derdinde bu bağrım laxtıqan boldu. Yolunda bu yaşlık güllerim soldu. İçiner yürügüm halыңғы qarap, gımında bu kalbim eser oldu. Ah Uygur derdinde avarı durman. Gımında biçare veyranı durman. Tileymen Allah'tan sana azatlık, işkında örtengen pervane durman. Rahmet. Sizin rahmet. Rahmetini bildirimiz. Şiirleriniz bilen köңlümüzge oyğunuş qılmaz. Rahmet. Halkımız evvel Allah'ın rahmeti en adıgı özünün tırışalığa bakmaydı iken başkalar bizni kutkuzu dep qarap turduğan bolsa ahir dünyadan yoqaymiz. Çünkü köz aldığımızı yoqıgan Endelus'unu görüp atımız, tarixi gördük. Yoqıgan Kırım Tatar'ını köz aldığımızı gördük. Biz hazır şula başını keçirgen bir basışını keçiriyorduk beşimizden. Şuna halkımıza bir tavsiye kıldığım o teşkilat, bu dernek, bu şahslarga qarab turmasdan aldılan xalq qo'zg'ash kerak. Bo'lsa xalq ittifoqlashib tashkilotlarga besim ishlatib bizga yo'l tepinglar yoki yo'lni boshlang deyish kerak-ku bunda. Yana bunda turaversa xalq butun dunyodan yo'qaydi, faqat Uyg'ur tarixi bo'lib qoladi. Men oxirgi deydig'im mushu shu. Evet, ko'p rahmat. Shunda hurmatli ko'rganlar, bugun Abdulhamid Uyg'ur akamiz bilan bo'lgan suhbatimiz bu yerda oxirlashdi. Barın vaqasining tafsili ahvolini bilishni xohlasanlar, Qo'zg'al ahli Turkiston nomidagi bu kitobdan o'qib ko'rib olasizlar. Ondan boshqa bundan burun elib qolgan suhbatlarimizni Uyg'ur TV kanalımızdan ko'rib olasizlar. Bundaqda bugungi programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga emanet. Men Muhammad Amin.